Assalomu alaykum butun Markaziy Osiyo ahli. Assalomu alaykum o'zbegim. Bugun mana shu kirpich uyni ko'rib chiqamiz. 72 kvadrat metr katta bo'lgan kirpich uy shaharda joylashgan azizlarim. Shaharda joylashgan, yeri 40 sotix. Bittadan like'laringni dayamanglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Yangi kirgan bo'lsalaring podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yinglar. Minnatdor bo'laman. Bu shaharda vokzal bor. Yaqingina vokzal bor. Sankt-Peterburg, Moskva, Belorussiya, Yevropaga qarab yo'lda olurlar kerak bo'lsa, maktablar, magazinlar, xullas ko'p katta bo'lsa ham shahar. Veliki Luki, Belorussiya, Sankt-Peterburg trassasining ustida joylashgan Lukne degan shahar azizlarim. Takrorlayman, bu uy shaharda joylashgan. Mana 50 metr narida yo'lni ko'rib turibmiz, katta yo'l. Mana shunday kirib kelamizda, mana shu yo'llar bilan ikkinchi uy bizniki bo'ladi. 72 kvadrat metr, 40 sotik yeri. Xo'sh, Lukne shahri, Pskovskiy oblast. Shaharda joylashgan. Uy yaqinda, mana bu temir yo'ldan, bu yerda bir necha yuz metr temir yo'ldan gaz o'tkazib kelyaptilar. Yaqin orada 1-2 oyda ichida gaz uyga keladi. Suv uyni ichida. Suv ichida mana bu esa hovlini oldi beti. Mana bu ko'chaning davomi. Mana bu hovlini oldi beti. Bu ham endi bizni yer deymizda. Mana bu tarafi, narigi tomoni qo'shni. Mana bu setka chegara. Chirdagi baland katta chirdak. Mana bu g'ishtli molxonami, saroymi qilib ishlatasiz. 3 yildan beri bu uyda odam yashamagan. 3 yildan beri odam yashamagan. Shuning uchun yangi kelgan odam buni quritadi. Yangi kelgan odam quritadi, buni pechkalarni yoqib, isitib. Mana tomlari butun. Mana bu kirpich veranda deymizmi? Veranda qismi fundament ko'rib turibsizlar, baland fundament. Endi ichkariga kirsak, zinapoyalar tep-tekis. Shunday kirsak, veranda qismi patolog baland. Tep-tekis. Verandani mana shu yarmini mana shuni veranda qilib qoldirganlarda, mana bu devor orqasida esa sanuzel, tualet, vanna qilingan. Mana endi uyda asosiy qismiga bismillahirrohmanirrohim. Mana bu koridor. Mana bu koridor. Pollarda linoleum. Koridor kengligi taxminan 2 metr bo'lsa, uzunligi 3,5 metr bo'lsa, hisoblab olasizlar. Tak, o'ng qo'lga shunday burilsak, o'ng qo'lda mana bunday xona. Mana bunday xona. Chap tomonda mana bunday pechka, hozircha bunday pechka. Derazalar plastik. Keyinchalik gaz kelsa, gazni o'tkazib olasizlar. Отопление boshqacha bo'ladi. Mana chap qo'limizga kirsak, kuxnya. Kuxnya qismi. Marhamat. Mana suv. Suv hozircha o'chirilgan, odam yashamagani uchun. Mana kuxnyadan yana bitta pechka. Kuxnyadan shunday to'riga o'tamizda, mana bu boyagi aytgan sanuzel. Issiq sovuq suv. Dushovая kabina, unitaz, стиральная mashinka. Marhamat. Uy katta, maydoni katta. 3 xona, koridor, kuxnya. Mana to'raga kirsak, bu yerda zal xonasi deymizmi? Mana bunday zal. Bu pechka bu tarafga ham qarab turibdi. 3 yildan beri odam yashamagan. Shuning uchun sal haligi nima deydi? Namlik sezilmaydi. Endi xullas
pechka-mechkani yoqib, uylarni sal quritib olish kerak. Mana bu keyingi 4-xona. Mana shunaqa 4-xona. Uydagilar Sankt-Peterburgga ko'chgan. Yosh oila imkoniyati bor ekan, Sankt-Peterburgga ko'chib o'sha yerda joylashgan. Shuning uchun uyini sotyapti. Mana bu molxona deymiz, saroy deymiz. Uzunligi taxminan bir 6 metr bo'lsa, kengligi 4 metr. Shu 24 kvadrat metrlar molxona deymiz. Chirdakchasi ham bor. Bu tualet, ko'chadagi tualet, ichkarida tualeti bor. Mana bu chegara. Mana bu qishli qurilma chegara bo'ladi. Mana bu ham hovli. Mana bu uyda ko'rinishi. Xullas, o'zbegim olsa, o'zbegim nasib qilsa. Bu uyda mana kengligini ko'rdilaring. Mana shu oldi nargi chetidan mana bu qo'shnigacha va bu yog'i anchagina uzoq. Shu mana bu birinchi emas, ikkinchi qator daraxtlargacha yer cho'zilib ketgan. Yer katta, 40 sotik yer. Bu yerda bemalol arqa tomonlari bo'shdek ko'rinyapti menga yerda. Bemalol bir narsa qilib ishlatsa bo'ladi. Agar bo'sh bo'lsa, 40 sotik o'zi ham shaharda ichida yetarli deb o'ylayman. Xo'p ajlarim, bu uyning narxini endi bu narxini 1 million 200 ming deyapti. 1 million 200 ming deyapti, lekin savdolashamiz. Gaplashamiz. Mayli ajlarim. Oladigan bo'lsalaring, qiziqtirgan bo'lsa, Telegramga lichkamga yozinglar, gaplashamiz. Oladigan bo'lsalaring, nomlaringga ishonarli qilib rasmiylashtirib beraman, shaxsiy mulklaring bo'ladi. Ko'rishguncha.